Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Moskva hamda Moskva oblastidagilari diqqatiga. Sizlarga ishonchli xizmatlarimizni taklif qilamiz. Turdovoy dogovor bazasi ishonchli original registratsiya va uni продление qilish, SNILS, NNN, pasport перевод hamda deportni tekshirish. Shu va boshqa xizmatlar uchun bizga WhatsAppdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Unutmang, biz sizga eng ishonchlisini tavsiya etamiz. Rossiyada ikkita samolyot to'qnashib ketdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada ikkita yo'lovchi samolyoti to'qnashib ketdi. 24-sentyabr kuni Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Sheremetyevo aeroportida ikki yo'lovchi samolyoti to'qnashib ketdi. Bu haqda Rossiya Federal havo transport agentligi Rosaviatsiya xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya aviakompaniyasining Sankt-Peterburgga uchadigan Superjet 100 samolyoti parvozga tayyorlanayotganda Hainan Airlines aviakompaniyasining Pekinga qaytayotgan Airbus A330 samolyoti bilan to'qnashgan, deyiladi xabarda. Aniqlik kiritilishicha, hodisa uchish-qo'nish yo'lagi bo'yidagi yo'lda sodir bo'lgan va yo'lovchilarga jarohat yetmagan. Rossiya aviakompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, boshqa samolyotning qanoti Rossiya samolyotining orqa qismiga tegib ketgan va oqibatda samolyotga zarar yetgan. Hainan Airlinesga qarashli Airbus texnik ko'rikdan so'ng parvozlardan chetlashtirilgan. Rossiya aviakompaniyasi yo'lovchilari Sankt-Peterburgga zaxira samolyoti orqali yetkazilgan. Pekin reysining 264 yo'lovchisi esa zaxira samolyot yetib kelguniga qadar mehmonxonaga joylashtirilgan. Rosaviatsiya hodisani o'rganish uchun maxsus komissiyani tuzishni ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Irkutsk shahridan O'zbekiston poytaxti Toshkentga uchish kerak bo'lgan samolyot qushlar bilan to'qnashib ketgandi. Samolyot bortida 6 nafar ekipaj a'zosi va 91 nafar yo'lovchi bo'lgan. Hodisada hech kim jabrlanmagan, samolyot shikastlanmagan. Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidenti Sergey Katerin gazeta.ru'ga bergan intervyusida yaqin kelajakda Vyetnam, Nepal va Bangladeshdan Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimi kuchayishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida kelishga tayyor. Ishchilarning katta guruhlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga Katerinning ta'kidlashicha, chet el ishchi kuchiga haddan tashqari ishonish, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishni sekinlashtirishi mumkin. Mutaxassis Hindistonda migratsiyaning kuchayishi Rossiyada xususan qurilish va restoran, xizmat ko'rsatish sohasida, chakana savdo va tozalash kompaniyalarida ishchi kuchi yetishmasligi bilan bog'ladi. Korxonalar uchun bu ishchi kuchi yetishmovchiligini to'ldirish va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarish, ishchilar uchun esa pul ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Rossiyada daromadlar migrantlar kelayotgan mamlakatlarga qaraganda taxminan 1,5 baravar yuqori. Katerin 2026-yilda Hindistonda migratsiya o'sishini bashorat qilmoqda. Rossiya MDH davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan ishchi kuchiga tayanishda davom etadi. Biroq ekspert ta'kidlaganidek, bu mamlakatlarning resurslari cheklangan. Turkiya va Yaqin Sharq ishchi kuchi uchun raqobat qilmoqda. 2025-yilda Rossiyaga hindistonlik mehnat muhojirlari oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25% ga o'sdi. Qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida hindlarning o'rtacha ish haqi Hindistondan 60% yuqori. Ishchi kuchining keskin taqchilligi sababli ular uchun jami 234,9 nafar kvotadan 71,8 ming kishilik kvota ajratildi. Samolyot viloyatidan 137 nafar migrant deportatsiya qilindi. Yil boshidan buyon Samolyot viloyatidan migratsiya qonunchiligini buzgani uchun 137 nafar chet el fuqarosi majburan deportatsiya qilingan. Ularning barchasi sud qarori bilan jarima va ma'muriy deportatsiyaga hukm qilingan. Qoidabuzarlarning aksariyati Markaziy Osiyo davlatlari, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Ozarbayjondan kelgan. Ular orasida Hindiston, Kuba, Gruziya, Pokiston va Shri-Lanka fuqarolari ham bor. Deportatsiya qilinishidan oldin muhojirlar xorijiy fuqarolar uchun maxsus muassasada saqlangan. Departament xodimlari qoidabuzarlarni davlat chegarasigacha kuzatib bordi va chegarachilarga topshirdi. Deportatsiya qilinganlarning hammasiga 5 yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlangan. Rossiya migrantlar uchun patent tizimini bekor qilishi mumkin.
Rossiya prezidenti bu haqda parlament fraksiyalari rahbarlari bilan o'tkazilgan yig'ilish chog'ida aytib o'tdi, deya xabar berdi Interfax. Patent tizimini bekor qilish g'oyasi Adolatli Rossiya haqiqat uchun fraksiyasi rahbari Sergey Mironov tomonidan bildirildi. Patent tizimini bekor qilish zarur. Mamlakatimizga ishchi kuchi kerakligi isbotlangan. Ularni Rossiyaga oilalarsiz olib kelish kerak. Migrantlar ishlasin, pulni olishsin va yurtiga qaytib ketishsin, deya fikr bildirdi Mironov. Putin shuningdek, hukumat Rossiyada migratsiya sohasida muammolar yo'qdek ko'rsatilmasligi kerakligini aytdi. Rossiyada migratsiya siyosati bo'yicha ko'plab qarorlar qabul qilingan va ularning ijrosiga erishish zarur, deya qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti. Putin O'zbekistonga yangi elchisini jo'natdi. Rossiyaning O'zbekistondagi yangi tayinlangan elchisi Aleksey Erxov O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidovga ishonch yorliqlari topshirdi. Bu haqda Saidov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Vazirning bildirishicha, ular mamlakatlar o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari yuzasidan fikr almashgan. Ikki tomonlama kun tartibimizni ilgari surish va barcha sohalarda hamkorligimizni kengaytirishda yaqindan hamkorlik qilamiz. Elchi janoblari mamlakatimizdagi diplomatik faoliyatiga yuksak muvaffaqiyatlar tilab qolamiz, deb yozdi Saidov. Moskvaga ishlash uchun kelgan migrantlarga gaz uslugi orqali registratsiya qilib berilmayapti. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatidagi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Armaniston, Qozog'iston, Gruziya, Ozarbayjon, Moldova va Ukraina fuqarolari uchun ro'yxatga olish faqat Amina ilovasi orqali amalga oshiriladi. 13-sentyabr kuni Vladivostokda bir gala rossiyalik o'smirlar migrant haydovchiga hujum qilib, uning mashinasini olib qo'ymoqchi bo'ldi. Avvaliga ular o'tib ketayotgan mashinalarga tosh otishgan. Haydovchilar gaplashish uchun chiqishganda olomon darhol hujumga o'tdi. Butun voqea videoga olingan. Yozuvda kulgi, qichqiriqlar, urushga chaqiriqlar, bezorilarning ism-shariflari eshitiladi. Haydovchi bezoridan pichoqni tashlashni aytgan va o'zini skuter bilan himoya qilgan. Yana bir erkak yashirmoqchi bo'lgan do'konda kaltaklangan. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'zbekiston fuqarolariga nisbatan sodir etilgan bezorilik harakatlari yuzasidan O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsulxonasi xodimlari jabr ko'rgan fuqarolar bilan tezkor tarzda bog'lanib, ularga zarur huquqiy yordam ko'rsatgan. Ma'lumotlarga ko'ra, sodir bo'lgan voqea O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsulxonasi va Rossiyaning huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan alohida nazoratga olingan. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Primorsk o'lkasi bo'yicha tergov organlari 2025-yil 10-sentyabrga o'tar kechasi bezorilikda gumon qilingan 15 yoshli o'smirlar va boshqa sheriklarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atgan. Hozirda haydovchilarning shaxsi aniqlangan, ulardan biri qo'lga olingan, 2 nafari qidiruvga berilgan. Gumonlanuvchilar ilgari ham huquqni muhofaza qilish organlari e'tiboriga tushgan. Ulardan biri Nadejda do'konda bezorilik bilan jinoyat ishi bo'yicha sudlangan. Jinoyat ishi sudda ko'rib chiqilmoqda.